Mana bu videoni ko'ring. Mana shuning uchun uylantirsak dedi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Nima buncha baqasan, ya? Nega hamma qariyalar kar bo'lib qolmaydi? Eshitish pasayish faqat yoshga bog'liq emas. Quloqning ichida minglab nozik tukcha hujayralar bor. Ular vazifasi bitta: tovushni miyaga signal qilib yetkazib berish va bu hujayralar bir marta nobud bo'lsa, boshqa tiklanmaydi. Nega bir xil yoshdagi ikki odam biri eshitmay qoladi, ikkinchisi esa muammosiz eshitadi? Chunki bu hujayralar yil davomida siz o'zingiz yo'qotib borasiz, sezdirmay. Nima zarar beradi? To'y, marosim, sexdagi shovqin, naushnikdagi baland shovqin, yuqori qon bosim, diabet, ba'zi antibiotiklar chekish, surunkali stress. Shuning uchun ikki tengdosh biri qayta gapiring desa, ikkinchisi hamma narsani aniq eshitadi. Bu qarilik emas, bu yillar davomida yig'ilgan zarar. Eshitish birdan yo'qolib qolmaydi. Birinchi signal undosh tovushlar tushib qoladi. S, sh, f, ch. Odam gapni eshitadi, lekin tushunmaydi. Aynan shu paytda ko'pchilik shifokorga borishning o'rniga televizorning ovozini balandlashtiradi. Eng muhim fakt: qancha erta aniqlansa, miya tovush xotirasini saqlab qoladi. Kech qolsa, hatto eng yaxshi apparat ham yordam bermaydi, chunki miya tovushini unutib qolgan bo'ladi. Bu videoni televizorda baland eshitadigan tanishingizga yuborib qo'ying.